hozirgi kunda Toshkent tumanida eng rivojlanayotgan Keles shahri bo'ladi. Hamma narsa bor. Media Park, Korzinka, Lor, Banisa deysizmi, o'qish deysizmi, hokimiyat deysizmi, hammasi shu yaqin atrofda joylashgan. Shaharga chiqib ovora bo'lmaysiz. Sizlarga shu joydan bitta premium klassdagi zo'r uy ko'rsataman. Ko'rib o'zingizlar uyga baho berib qo'yinglar. Qani bo'lmasa ketdik ko'rib olamiz. Mana sizlarga aytgan o'sha uyim. Fasadni ko'ringlar. Katta, chiroyli, fayzli ekan bor. Огородlarni ko'ringlar, archil ekib, yashil zona qilib, atirgullargacha ekib qo'yishdi. Darvozasi haqiqiy darvoza. Shunga qilingan ikki taraflama temir darvoza ekan. Fasad uzunligini aytaman, 20 metr, ichkarigi uzunligi 30 metr. Ko'p uylarga borsanglar, bilasizlar, fasad kichikroq bo'ladi, uzunasiga uzun bo'lib bu to'g'ri burchak, tekis. 603 sotuga joylashgan shu xonadonimiz, 11 ta xonasi, 2 ta oshxonasi, 2 ta sanuzeli bor ekan. Ikki taraflama zeleniy zona qilingan, daraxtlar ekib, chiroyli qilib qo'yishdi xonadonni. Xo'p, bo'lmasa darvozaxonadan boshlaymiz. Bu yo'q mana darvozaxonamiz, kirish chiroyli qo'yib, yorug' bo'lib turadi kechqurun. Lelta qo'yib qo'yishgan. Xo'p, tepaga chiqamiz, bo'lmasa o'ng qo'lda bitta zalimiz keladi, kattagina mehmonlarni kutib olish uchun. Bu yoqdan spalniyaga o'tiladi. Spalniyani ham ko'rishingiz mumkin. Juda chiroyli remontlar qilib qo'yilgan. Bu yoqda o'zining alohida hojatxonasi, yuvinish xonasi. Bu yoqda kiyimlar ilish uchun mana bu yoq bolalar uchun detskiy xona. Hali hech kim bu yerda yashamagan. Endi nariga xonalarni ko'rib chiqamiz. Zinadan chiqib kelar ekanmiz, o'ng tarafdagi xonalarni ko'rib chiqamiz. Bu yoqda mana bitta zalimiz, ichkarida yana bitta spalniya bor. Bu yoqda yana bitta xonamiz keladi. Bu yoqda ayollar borligi uchun xonalarni ko'rsatmaymiz, lekin remontlari yevro remont. Hop, endi pastdagi xonalarni ko'rib chiqamiz. Bu yoqqa mana stol qilib qo'yishgan, choy ichib o'tiriladigan qilib. Bu yana bitta zalimiz, mehmonlarni kuchli bo'ladi. Qaranglar qanaqa chiroyli lyustralar, chiroyli remont qilib qo'yishgan. Zalam kattagina, bu yoqqa katta televizor ham qo'yib qo'yishdi. Bu yerdan hovliga ikkinchi eshikroqqa chiqsangiz bo'ladi, bu yoqdan oshxonaga kirsangiz bo'ladi. Men sizlarga zo'r narsa ko'rsataman hozir. Keling. Mana bu yoq o'zimizning milliy oshxonamiz. Mebellari, gazlari bu yoqqa mana o'choqlargacha qilib qo'yilgan. Ovqat qilsangiz, boshqa qilsangiz, katta yerini qilsangiz, mana shu oshxonadan foydalansangiz bo'ladi. Bu birinchi oshxonamiz. Endi sizlar bilan birga ikkinchi oshxonamizni ko'ramiz. Bu yoqqa alohida e'tibor berib yorish kerak, qaranglar buni. Oshxonaning o'ziga 3000 dollarga yaqin pul ketgan yevro oshxonamiz bo'ladi bu. Bitta xonadonda ikkita oshxonamiz yonma-yon, bittasi milliy, bittasi yevropeyskiy. Toshlari ham original toshlardan ishlatishgan. Bu chiroylariga ham bitta e'tibor berib qo'yinglar. Shaxsan o'zimga yoqdi. Menimcha sizlarga ham yoqqan bo'lsa kerak. Endi bu yoqdan darsga o'tar ekanmiz. Bu yoq kichkinagina koridor qoldirilgan. Hali dinning shkaf bor. Bu yoq kattalarimiz uchun spalniya bo'ladi. Bu yoqda mana yuvinish xonasiga o'tsa bo'ladi. Mana bu yoqda eshikdan o'tsangiz, tashqari ko'cha tarafdan kirsangiz ham bo'ladi. Ko'cha tarafdan ham bitta ko'ramiz. O'tganda bu yoqdan mana zalga kirsangiz bo'ladi. Yonidan oshxonaga ham kirsangiz bo'ladi. Bu yoq mana kichkina koridorga kiradigan eshigimiz hisoblanadi. Tashqarida mana yuvinish xonasiga kirsangiz bo'ladigan eshigimiz u yoqda joylashtirilgan. Hovlimizni ko'ryapsizlar, juda ham chiroyli, juda ham fayzli ekan. Menga juda yoqdi. Shaxsan o'zim lekin yashab olgan bo'lardim. Bu yoqda mana boloxonasi ham bor. Boloxonani ham bitta ko'rib chiqamiz. Uylarimizda paltara qilingan, podoli ham bor, yaxlit qilib qo'yilgan. Bu uyni men sizlarga o'zim tavsiya berardim olib yashashinglar. Sababi sifatiga o'zim uverenniy bo'lib ayta olaman. Bu o'zimning yaqin do'stimning uyi bo'ladi. Juda ham sifatli, yaxshi qilib qurilgan. Bu uyimiz fayzli, barakali. Sababi o'zim shu yerda to'y hashamda, boshqa xizmatlarda shu yerda bo'lganman. Barakali uy olsanglar sizlarga uzoq yil davomida albatta manfaatli xizmat qiladi. Startiy narxini 173.500 dollar deyapti. Yana kelishib beriladigan joyi bor. Qiziqqanlar uchun men pastda egalar raqamini qoldiraman. Aloqaga chiqaverasizlar.